Assalomu alaykum deymiz. Azizlar, ayni damda haramni chegarasidaman, ya'ni tashqari tomondaman. Bu yerga juda ko'pchilik keladi-da, haramda namoz o'qib keldim deyveradi. Alloh taolo qabul qilsin deymiz. Lekin bitta ma'lumotni unutadilar. Va biz ustozlarimiz hamisha aytadiki, mana Madina-i Munavvarada ham, Makka-i Mukarramada ham Haram-i Sharifga kirishlik o'zini nimasi bor, mana hududi bor. Mana kim kelsa mana o'ng oyoq bilan kiradi, mana masjidda yashil chiroqlar kechasi yonadi. Masjiddan kirgan odam Bismillahirrohmanirrohim deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga salovatlar aytib yoki Allohumma ftahli abwabi rahmatik deb kirish kerak bo'ladi. Ya'ni aytmoqchimanki, hadislarda va'da qilingan hudud aynan mana shu tomon, narigi tomon emas. Bu ham bitta foyda edi. Bu so'zlarni, ya'ni bu ma'lumotni yaqinda umra safariga yoki haj safariga kelmoqchi bo'lgan yaqinlarimizga ulashib qo'yamiz. Zero addalu alal khayri kafa'ilihi. Ya'ni yaxshilikka dalolat qiluvchi xuddi ana shu yaxshilikni qilgan bilan barobardir deydi hadis shariflarda.